Assalomu alaykum, hurmatli dehqon fermer akalar. Xudo xolasa mana biz 2026-yilda ham boshlab oldik. 2023-yilda qo'ygan nasosimizda telefon qilishadi dehqonlar. Qanday ishlaydi? Nasosga garantiyami deyshadi. Xudo xolasa mana garantiyasini ko'rsatib o'tamiz. 2023-yilda boshida qo'yilgan. Mana 2025 ham tugadi. Tiniq 2 yil to'xtovsiz ishladi. 3-yil mana ishlashni boshladi. Xudo xolasa ishlayotganini sizlarga mana qishda bo'lsa ham kelib obzor qilishga harakat qilamiz. Xudo xolasa bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, dehqonlarga pozitsiya qilib qo'yasizlar do'stlar. Ko'rishlaring mumkin. 18,5 kilovatli 350 nasosimizni ko'rsatamiz mana. Bismillahirrohmanirrohim. Har doimgidek o'zimiz shitlarni ham o'zimiz chiroyli qilib terib berganmiz. Degandan keyin albatta bismillohni aytib qo'shing deydi. Bum demasa bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi mana. Xudo xolasa mana suvni ko'rishlaringiz mumkin. Yaqinlab qolasiz. Buni suv anchadan turibdi, ishlagan yo'q nasosimiz. Bular ishdan chiqinga ko'chirib bo'lmaydi. Xudo xolasa ishlashni boshlashyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa mana shu nasosimizda hozirgi kunda narxlari $2200 bo'lyapti. Foydalanib qolinglar. 2500-2700 chiqib ketgan. Hozir hamma narsa arzon. Misol shu nasos 6 milliondan kerak kelganmiz. Bu qishlog'imizda o'zimizdan 2 kilometr uzoqlikda turibdi bu nasos. Baxtiyor abi suvda olsin. 2-3 kilometr uzoqda bizdan, ya'ni uyimizdan. Shundan sababiga arzonroq qilgan. Misol 3 ta, 4 ta, 8 tagacha o'rnat bitta joyga. O'shaning sababiga 8 ta o'rnatganiga 5 milliondan o'rnatganmiz. Xudo xolasa kim to'xtalaring, aksariyatdan umr qoldiramiz. Ishlaymiz shunday qilib berishga harakat qilamiz. Bizga qizig'i yo'q. Uzoqligi 1 kilometrmi, 2 kilometrmi, 3 kilometrmi, 50 metrmi, 60 metrmi farqi yo'q. Stadionni ham uzoqligi. Bizga pulni chiqsalaring bo'ldi. Xudo xolasa pulni chiqarib 1000 tonnadan 300 tonnagacha kubasi soatiga kuba deyiladi. 300 kubadan 1000 kubagacha suv chiqarib berishga Xudo xolasa garantiya. Xudo xolasa katta ariqda bir ariq suv olyapti.